Assalomu alaykum, qandaysizlar, omansizlarmi? Do'stkajining ko'ruvchilari. Biz sizlarga bugun No'qatdagi mol bozordagi otlardan jana, kuluk otlardan tomay, jugurgan, sindiq otlarni tortib sizlarga ma'lumot beramiz. Bundaycha aytganda, chimini bor otlarni tortib, uloqqa kirvay ma'lumot beramiz. Ondan sizlar bizning kanaldan aslo turingizlar, ko'rib bilib turingizlar otlarni. Sizlarga yoqqan otlar tayyor chiqib qolishi mumkin. 17 oktyabr 2021 yil tug'anlar. Mana aka do'stlar, bu otning otlari. Assalomu alaykum. Ot qancha yoshda aka? 4 yoshmi? Ulog'i bormi? Olib kelingchi bir ko'raylik. Shu ot tort. Ha? Minib ko'rdi ekan. Qancha kami bor? Qancha so'mda otasiz? Ulog'i bor-a? Qancha yoshda bu? 3 yosh. Ulog'i yo'q ekan. Endi bo'lar. Endi bo'ladi. Biz qanchada ota sotdi? Otda tortib ko'raychi. Olib kelingchi, ko'raylik. No'qatning oti ekan bu. Sizniki qayoqda aka? Ha? Sizni qayoqda qoldi? Men Olaydan. Olaydan keldingizmi? Ulog'i bordami, ne? Olarman. Ha, olarman deng-a? Olarman ekan bu. 150 qancha qildingizlar? Men urib ketmang. Assalomu alaykum. Ot qanchada otasiz aka? Yo'q, meniki emas. Sizniki emas, kimniki? Qanchada ototgan ha bular? 150 ming. Ulog'i bor ekan? Esi yo'q ekan. Assalomu alaykum. Otingiz qanchada otasiz? Uloqqa bormi? Ha? Qayoqda bu? O'shtiq ekan. Ulog'i bor ekan, ha? Qancha yashar bu? 8 yashar ekan. Uyga qo'yilgan emasmi? Uyga qo'yilgan, ha? Qo'yilgan ekan. Qorabayran ot ekan. Bosi qanchada otasizmi? 500 ming so'm. Nomeringiz qoldiraylik. Nomeringizni aytib qo'ying. 773 million. Qancha? 46 88 88 80 ekan. O'g'onlar 46 80 80 ekan. Odashibmiz. Shu otni ko'rib joqqan bo'lsa olingizlar aka. Bizda cho'ng ot ekan, sindiq ot ekan. Assalomu alaykum. Qanchada ota sotdi? 150 ming. Ulog'i bor-a? Bor joyi bor. Qo'shqa jurat. Bordi. Qora bayroq sheta. Qora bayroq ekan. Nomeringizni aytasizmi? Yozib qo'yinglar. 74 million. 0704 61 nomerga chalingizlar. O'g'onlar. Nega ko'ringizlar, otlar ko'p, sindiq otlar ko'p, o'ta ko'p. Sizlar qayoqdan keldingizlar? Oqbuloqdan kelishdir ularga. Otlar, cho'ng otlar. Yerda da otlar ko'p ekan. Nega? Bu otlarda cho'ng otlar kelibdir bugun. O'g'onlar. Sizniki qancha yashar aka? Otimiz. 22 yashar va. Uloqqa kiradi bular? Kirmaydi. Qo'shqa jurat. Qo'shqada ajraydi. Ot meniki. Ha, sizniki. Qanchada otasiz bu otda? 200 ming. Uloqqa ajraydi. Qo'shqada ajraydi, ha? Bor joyda ekan. Shu o'g'on telefon nomerini olib berayin sizlarga. Aytingchi nomeringizni yozib qo'yinglar. 79 million 46 55 88 nomerga chalib ot joqqan bo'lsa olingizlar. Jeshi joqsha bor jo'g'a? Ha. Chigan uchun sembirtat. Qancha kam bu oti? Qancha yashar bu otingiz? 4 yashar bu. Ulog'i jo'qmi? Ha, ham yuratilyapti ekan bu. Yurgada qo'yilib olibdir.
Mana aka, o'ta sunduq otlar ko'p bugun No'qotda. No'qotning otlari qanday o'zi? Kommentariyga yozingizlar. Ulog'i bor. Uloqqa qanday chiqadi o'zi? Qandaysiz? Yaxshimi? Qanchada otasiz bu otni? 400 ming ulog'i bormi? Joni uyratildi ekan. 400 ming so'm pishdi ekan. Daj aytganda. Bor joyi kelishgan. 400 ming so'm. Nomeringiz qoldiraylikmi? Telefon nomerda 78 bilan 27 49 39 nomer. Shovut boylanishib ko'ringizlar. Ot yaxshi ot ekan. Ot kimdan ekan ha? Siz olgan. Assalomu alaykum. Ot qancha jashar aka? Tortgan hech oyi yo'q aka. 300 ming so'm ekan. So'to egasi tortpayla qo'y degan qildi. O'shondan biz tortpayla qo'yildi tuğanlar. Lekin buni ot tortaylicha. Bitta kuchli ot ekan. Boyu qancha boyu buni? Boyu qancha deydi? Boyu 65 bor. 165. Numeri qoldiramizmi? Qoldirmaysizmi? 200 ming. Aytaverasiz. 200 ming kim bor? 55 ming ekan. 55. 15, 55, 53 ga chol. Numeriga baylanishib turaverasizlar. Ko'ringizlar tuğanlar. Bularni otib qarqashi. Bolaga. Turaverasizlar. Otni ko'ringizlar. Qancha jashar ana buni oti? 7 jashar. Televizyonda atılmıyor. Mana ot TV'de ekan opasini degan. Sindiq ot ekan bro. Buni qancha dedingiz? 250 ming so'm ekan. Ulog'i bor a? Ulog'i bor. Hatta sindiq ot chiqib turmaydi. Tak kuchli ekan. Rossiya, 5 şiş. Köylekten ol. 5 şiş. Köylekten ol. Yaş kaçta ekan bu? Tak kuchli ot ekan. Rossiya ekan. Botazg'onimni sotdim. Degan ulardan kelgan partiyani. Ot qancha chiqdi? 92. 92 mingga chiqdi. Odil akaniku boyaga mo'ylov. Ot 92 ming so'mga chiqibdir. Bu yerda yuyishib bog' bo'ldi. Hey! 93 ming. Menga qara, sen gapiramiz, men bozor odam. Nima qo'y bersin? Deb 100 mingga 2000 so'm. Endi bu qo'y bitmadan tashlab bering. Yo'q. Aytaveradi deb. Nima aytadi? 95 ming, 95 ming. Ya aytgan. Qishilanmaydi. Aka 95 mingga sotildi. Ha, odam.
Oradan satıyorsunuz. Öl oramcı. Oradan satıyorum. Var da bu. İyi hoşer yok. Kamerga qoldi ver. 5 yaşar gelsin. Tövbe. Besikopda qarasangiz besikop. Ama chiroyli ot ekan. Navada tasın duvada ekan. Jangosi ekan bu ot. Qancha dedi? Aka, mana otda 150 ming kami bor deydi. Bular rossiyskiy parada ekan. Ot jo'ntirib qo'yadi messasida. Yeterli qo'ymay ko'tarib ketmasin. Chimini bor o'xshaydi shu otni o'zini. Aka, mana Qoratoy 78 mingga bog' bo'ldi. Oldu ber. Oldu ber al. Uzarsın. 80 ming. Berib aytadi. Yaxshi da o'zingiz sizmi? Yukamiz. Soat 3'te suylab jo'natib ketdi. Ha, ushul toy bog' bo'ldi. Aeroport tortib suylab jo'natib. Ha, 78 mingga berib aytadi. Bolalar tortib yaqin Bunaqa ovqatda ot bozorda odam ko'p, mol bozor. Bugun odam ko'p. Otdan ham odam ko'p, chinda o'la. Ko'ringizlar, narjaqacha. Odamlar uydan zavtirib qo'ya qolibdi-da mol bozorda. Olmay qoldi o'zi. Ya bu jilqida bular. Qanchada otasi aka? Ha? 150 ming so'm. Jilqi, cho'ng jilqi ekan. Bu qayoqda? To'losdan kelibdi. Bu nomerim bor, bir tashab qo'ysin. Ya toyni qancha dedingiz toyda? 55. 55 ming so'm toy. Sindu toy ekan. Ya qaysi bog' bo'ldi? Ha? Qaysi bog' bo'ldi? Novi. Sarı. Üçüncü demedik. Qancha ming bo'ldi? Baytal ekan. Baytalda 55 ming berib aytadi. Qanchada otasiz? Toylarda. Qanchada otasiz ekan? 35 bin oldu. Biro'sini. Biro'sini? Eko oturuyor. Biro'sini 35 ming so'mda oladi ekan. Sizniki qancha sizniki? Sizniki ham 35. Bog' bo'ldi o'zi? Bo'ldi ekan. İyi, şey maşallah. Çek. 71 ming so'm oladi ekan. Ya bu ulog'i bormi bunda? Ha? Ulog'i bormi? Ulog'i. Egasi bu yoqdami?
Az 77 mi etmiş o atla? 77 ming so'm. Mo'ynoda tros. Ne oldu bunlarga? Ha? 77 ming so'm. Ошол мынакей толугу менен чыгарып бердим. Андыктан сиздер биздин каналды лайк басып колдоп туруңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Биздин каналдарды аягынача көрүп туруңуздар.